Mana Simmental gibrid deysizlarmi, Simmental deysizlarmi, Daniya deysizlarmi, Golshtin deysizlarmi, hammasidan yetib kelgan. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. Anaqa pachkalardan yetib kelgan, anaqa baxbaqalik, injiqlardan, chempionlardan aka-ukalarim mana. O'zimiz boqib turgan mollarni sotuvga qo'yganmiz. Yomoni yo'q aka-ukalarim. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. Eng qizig'i narxlari nerealniy narxlar bo'ladi. Layklardan bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, qochma g'unajillarni pashta sutemni narxida berib yuboramiz. Layklardan bosib qo'yasizlar. Mana sizga bu bichorlar yetib keldi. Boshini ko'tarmaydi yo'llarda. Ishlarga bitta ahamiyat berasizlar. To'qoldan so'raganligi to'qollardan ham bor. Layklardan bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, narxlari nerealniy narxlar bo'ladi. Mana orqa korobkalarga bitta ahamiyat berasizlar. Buqaga damini beradi yo'llardan yetib kelgan. Qatdan topaman bunaqalarni hoji aka deydi-yu, sutga ishlayman deydigan aka-ukalarimga ham 1-2 litr suti borlardan. Assalomu alaykum Samandar obunachilari, chorva ishqibozlari. Bugun sizlarga o'zimiz boqib turgan qochma g'onajilarni sotuvga qo'ydik. Nimaga bular sotuvga qo'ydik desanglar, bugungi obunachilarimizga va'da beruvdik, video chiqaramiz deb. Yangi kelgan partiyalarimiz hammasi bir joyga sotilib ketganligi tufayli bugunga qo'ygani mollarimiz qolmagandi. O'zimiz boqib turgan qochma Simmental, Daniya, Golshtin, Simmental gibrid hamma g'onajilarimizni sotuvga qo'yganmiz. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. Baqbaqa bo'yicha chempionlardan. Didi nozik aka-ukalarim ekranga yaxshiroq o'tirib olasizlar. Layklardan bosib qo'llab-quvvatlab paddeshka qilib tursanglar, narxlari nerealniy narxlar bo'ladi aka-ukalarim. Hech qayerdan bunaqa narxlarga bunaqa o'najillarni topa olmaysizlar. Qilayotgan mehnatlarimizga arzimas bitta layklardan bosib paddeshka qilib turaverasizlar. Mollarimizni o'zingizlar sifatlarini bitta tomosha qilasizlar. Mana shu injiqlardan, chempionlardan kelgan aka-ukalarim. Bizi videolar shunchaki ko'rmaysizlar aka-ukalarim. 200 ming so'm uyda o'tirgan holda pul yutib olishingiz mumkin. Buning uchun kommentariyaga kiringlar. O'z fikringizni qoldiringlar. Keyingi g'oliblarimiz sizlar bo'lishingiz mumkin. O'tgan safargi g'oliblarimiz G'uncha bilan Gulnor aloqaga chiqsa, Gulnor 3-3 aloqaga chiqsa, pullarni tashlab beramiz. Mana shu o'yininglar rostmi deb ko'pchilik mendan yozyapti. Shu pullarni tashlab berayotgan aka-ukalarimiz mana shu kommentariyaga biz pullarni olyapmiz deb iloji bo'lsa nomeringlarni ham yozib qo'yinglar mana. Hammasi pachesini. Bugungi sanamiz 13-noyabr haftani payshanba kuni manzillarimiz Namangan viloyati Chust tuman Shoyon qishlog'idan o'zimizning mini fermadan video obzor qilyapmiz. Xo'p, bugunga sizlarga aka-ukalarim bir dona Daniya, bitta Simmental gibrid, bir dona Golshtin, bir dona toza qonlik avstriyalik Simmentallarimiz. Hammasidan bir shingildan deydi-yu. Xo'p, bularni sotish niyatimiz yo'q edi. Asli bularni qimmat pullarga ham bermaganmiz aka-ukalarim. Hozir narxini eshitib, o ancha pul qilib qo'ygan aka-ukalarim ham bularni sotilmaydi deganman. Yoqalarini ushlab qolishsa kerak. Agar o'zlari aloqaga chiqib bittada olib qo'yishsa kerak. Nerealniy narxlarga berib yuboramiz. Mana Daniyamizga bitta e'tibor berasizlar aka-ukalarim. Mana Daniya mana 100 talik Daniya aka-ukalarim. Mana 100 talik Simmental bo'ladi. Orqa korobkalarni qaranglar akalarim. Inshaalloh havas qilgan, shu chorvaga qiziqqan, layk bosgan aka-ukalarim uyda bo'lmaydi deganni boshqalardan 20 tadan 30 tadan bo'lsin. Mana Simmental gibrid qaranglar. Boshqachasi aka-ukalarim. Bular kecha yo ilgari kuni kelgan mollar emas. O'zimiz 3 oy, 4 oydan beri shu zagonimizda mana mollarimiz bor. İşte boqib turilgan xonajillar aka-ukalarim. Hop. Mana eng kattamiz mana shu Golshtin aka-ukalar. Mana Golshtin deymiz. Simmental gibrid, Simmental. Daniya. Mana Golshtin bilan Daniyani o'zingizlar solishtirib olaveringlar. Golshtinimizdan chakana mol bo'lmaydi mana. Orqasini qaranglar, buni kengligini. Mana ostini qaranglar mana. 1-2 litr suti bor edi mana. O'zi molga tushunadigan aka-ukalarim yomoni yo'q. Hammasi haligi didi nozik aka-ukalarimga tushaveradi. Haligi uncha molni mensim haligi tanlaydigan aka-ukalar bormi? Bularni qaranglar. Ko'z quvnaydi mana. Molni ko'p maqtamayapman, o'zini maqtayapti mana. Videomiz ozgina cho'zilib ketib qolsa, ma'zur tutasizlar aka-ukalar. Bularni yosh oyligiga keladigan bo'lsak, mallarimiz xo'p 7,5 oylik, 8 oylikka beraveramiz. Mana shu Simmental gibrid. Mana bitta kattamiz 10 oylik bo'lgan. Buqaga qo'yib qo'ysa bo'laveradi-ku. Lekin mashinamizning ichida buqa yurgan, aytib qo'yapmiz. Endi qochib qolganmi, biroq lekin bo'g'ozga bermaymiz. Bo'yi biri 25 ga olishaversin, biri 30 chiqib qolsa kerak menimcha. Qolganlarni 120 ga olishaversin pilisiga. Hammasini quyug'i shu 120 ga olishaversin.
Mana sementalimiz oz 1.15 mana semental bor ana. Hop, men sementalimizni aytib qo'yaylik. Bu tumshug'idagi aka-ukalarim oq tumshug' deydi, u qora tumshug' bo'ladi. Mana semental yaxshi tushunadigan aka-ukalarimiz biladi. Biz ham ahmoq emasmiz, palon pulga olib, hali chatishini 100% sementalli bo'lasa. Bu tumshug'idagi xoli oliginisi jigarrang aka-ukalarim. U qora emas. Sementalni tushunadigan aka-ukalarim biladi. Yangi oliga molga qiziqayotgan, chorvaga, ketdan betdan ishda olgan aka-ukalarim tushunmaydi buni lekin. Mol boqqan, semental boqqan aka-ukalarim biladi mana. Bilmasanglar ko'rsatib olasizlar mana. Doktoringlarga, kimga bo'lsa, qoniga 100%, 200% garantiyasini beraman. To'qol mana, 3 ta, 2 tasini ichida to'qol. Yemin tashvoring Nozim aka, cho'zilib ketdi bular. Yemoq-ichmoqni ko'rsatamizda narxlarni yondirib yuboramiz. Toza avstriyski mana. 1 tonnalik sigiri bolasi mana shu o'zimiz ko'rib, boshqa qilib olganmiz. O'zimizga endi uncha mol hammasini olib qolaveramizmi? Yo'qmaydi mana. Qolgan partiyalarimizni ham hammasini o'zimizga olgandagi olamiz aka-ukalar. Beravering mana. Boshqacha bular. Endi ko'p maqtamaylik aka-ukalarim, mol o'zini o'zi maqtayapti. 2 litr suti ham bor ekan shuni. Inshaalloh. Mana aka-ukalarim yeyishlari, videoni uzilmayapti, boshqa qilinmayapti. Shu rejimda qaraladi. Bular bir kap yem yemagan, yegan bo'lsa kepak yegan. Unaqa usulini variantda bermagan. Yeyilmagan shu holatda mana etini ko'ryapsizlar. 4 tasini bitta joyga olib tashab qo'yishingizni tavsiya qilaman aka-ukalar. Hozir aytadigan narximiz pashta yangi tug'ilgan narxiga borib qoladi. O'shanga 4 tasini olib qo'ysanglar, bir joyda maza qilasizlar aka-ukalar. Xudo xolasa nariga shu paytlarga har bittasini o'sha 60 million, 70 milliondan sotish nasib qilsin hammaga. Hayday Nozimboy aka, bular vaqtimiz ham cho'zilib ketdi. Ko'p cho'zmay narxlarni yondirib yuboraylikchi bularni. Mana qaranglar, dumba sog'organdan jigarlar. Qattan topaman hoji aka deydi-yu mana. Hammasi shunaqa mana. O'zimizga olib qo'yilgan haliga tishkavagidagi deydi-yu, shunaqa. Jonning sog' bo'lganlarning turishini qaranglar aka-ukalar. Xo'p, ko'p cho'zmaylik aka-ukalarim. Ilojim boricha 4 tasini bitta joyga olganga qulay aylanadi. Ishi oson bitadi. Donaga ham sotiladi, optimga ham. Donaga aka-ukalarim screenshot qilib, mashinasi desanglar, aloqaga chiqsanglar, kelishtirib qilib beraveramiz. Farqi yo'q. Donaga ham hammasi ham sotilaveradi. Bular baqbaqasini qaranglar aka-ukalarim. Xo'p, bularni yangi tug'ilgani ham o'zi mana sementalli 21 million, 20 million chiqarib turibdi. Hech kimga sir emas. YouTube ko'rib turgan, molga qiziqqan aka-ukalarim bu narxlarni biladi. Kecha molga qiziqqan aka-ukalarga o bo'lishi mumkin, lekin yangi tug'ilgani mana hech kimga sir emas. Buncha qilganini 25 million, 28 million ham chiqarishyapti. Mayli bozorlarni bersa, omadlarni bersa. Xo'p, sizlar ham boshinglarni qotirib biz 25, 22 demaymiz. 3 tasini bir joy, 4 tasini mashalloh turishini qaranglar. 4 tasini bir joyga aka-ukalarim, bular narxi 17 million 800 ming so'mdan ketdi mana. Qatdan topadi sizlar aka-ukalarim mana 17 million 800 ming so'mdan mana. Toza qonli semental. Manaqa Daniya. Lekin donnaga olaman desanglar, narxlari o'zgarib qoladi aka-ukalarim. Haydanchi Nozimboy aka 17 million 800 ming so'mdan ha. Likelardan bosib kommentariyaga otangga rahmat deb qo'ysanglar, faqat bunaqa narxlar bizda bo'ladi. Faqat ozgina 7-tisini hisoblasa yozib to'g'ri ham kelmay qolsa kerak mana. Bo'lsa obunachilarga bo'lsa mana. Hop, bugungi 10 tamizni kim Shavkat Hoji akaga sotildi bugungi 10 ta partiyamiz. Instagramga qattan mana sotilyapti, boshqasini bilmoqchi bo'lsanglar, Instagram Samandaruz deb yozsanglar, Instagramda ham bormiz. Shutga joylab boramiz unaqa oldi, sotdi kelgan partiyalarni. Malol kelmasa Instagramga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga foydali videolar bo'ladi. Haydoring yemini yeversin. 17 million 800 ming so'mdan aka-ukalarim. Videoda kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Bizdan uzoqlashmay, likelardan bo'lsa qo'llab-quvvatlab tursanglar, shunaqa nerealniy narxlar bizda bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.